Assalomu alaykum, meni ekran orqali tomosha qilib turgan barcha qadrdonlar. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Balki orangizda ba'zilar meni ingliz tili kanallarim orqali yaxshi tanishsa kerak, chunki meni Telegramda English platform va YouTubeda ham English platform deb nomlangan kanallarim mavjud va unda anchagina auditoriya yig'ilib qolgan. O'zbek tilida kanal ochishimning asosiy maqsad ingliz tilini hali yaxshi darajada tushunmaydigan o'rganuvchilar uchun yoki ingliz tilini endi o'rganmoqchi bo'lganlar uchun o'z maslahatlarimni va o'z tajribalarimni bo'lishmoqchiman. Agar siz ingliz tilini o'rganishga qiziqsangiz va kelajakda IELTS imtihonini topshirish niyatingiz bo'lsa, unda kanalimga obuna bo'ling. Siz bilan qiziqarli tajriba, maslahatlar va yo'llanmalarni bo'lishib boraman. Qani boshladik. Birinchi YouTube videomda men sizga IELTS listening imtihoni haqida gapirib bermoqchiman. IELTS imtihoni shu paytgacha 3 marta topshirganman. Birinchi marta 7,5 ball olganman, overall umumiy ballim 7,5. Ikkinchi marta overall 8 ball olganman va uchinchi marta overall 8,5 ball olishga muvaffaq bo'ldim. Mana shu 3 marta IELTS imtihonini topshirish mobaynida menda har doim IELTS listening qismidan yuqori ball bo'lgan va IELTS listening ballim umumiy ballimni ko'tarishimga anchagina yordam bergan. Chunki birinchi marta IELTS imtihonini topshirganimda universitetda 4-bosqich talabasi bo'lganman va aynan listening qismidan 8,5 ball olishga muvaffaq bo'lganman. Ikkinchi urinishda esa IELTS listeningdan 9 ball olganman va oxirgi 3-urinishimda ham IELTS listeningdan 9 ball olishga muvaffaq bo'ldim. Ekranda hozir sizga oxirgi ikkita sertifikatimni ko'rsatmoqchiman, gaplarimning isboti sifatida. Afsuski birinchi sertifikatimni saqlab qolmaganman, chunki u anchagina eskirgan edi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Endi ushbu videoda men sizga IELTS listeningdan yuqori ball olishni o'zim uchun kashf qilgan sirlarimni aytib bermoqchiman. Aynan menga nima yordam berdi shu darajaga ko'tarilishga? Aynan nima tufayli bunaqa yuqori ball olishga muvaffaq bo'ldim? Aynan mana shular haqida sizga ushbu videoda gapirib bermoqchiman. Ushbu videoda men sizga IELTS listening bo'yicha 5 ta maslahatlarni bermoqchiman. Qani boshladik. Birinchi maslahat. Bu maslahatni berishdan oldin sizga qanday qilib birinchi marta IELTS imtihon topshirganda 8,5 ball olganimni, aynan listening qismidan 8,5 ball olganimni aytib beray. Men universitetda o'qigan paytimda juda ham ko'p onlayn kurslarda o'qir edim. Universitetda o'qiganimizda eng yaxshi tarafi kursdoshlarim bilan birga bitta komanda bo'lib olib, bitta guruh bo'lib olib, biz self study qilar edik, birga dars tayyorlardik va o'sha paytda MOOCs bo'lar edi. Menimcha hozir ham bor. MOOCs bu free online courses edi. Dunyodagi nufuzli universitetlar tomonidan bepul onlayn kurslar e'lon qilinardi va biz o'sha kurslarga birga o'qir edik, birga a'zo bo'lar edik. Va bu kurslarda haftalik materiallar yuborilar edi. Bir hafta mobaynida 6 ta yoki 7 ta video tomosha qilishga berilar edi. 3 ta yoki 4 ta maqola o'qishga va qandaydir yozma ish uyga vazifa sifatida berilardi. Men o'sha paytda hamma videolarni kompyuterimga yuklab olardim va bir hafta davomida bu videolarni qayta-qayta subtitrlar bilan tomosha qilardim. Chunki assignmentlarga, uyga yaxshi tayyorlanish uchun. Va men mana shu mashg'ulotni, subtitr bilan video ko'rish mashg'ulotini deyarli 1 yil davomida to'xtovsiz amalga oshirganman. Va IELTS imtihonini birinchi marta topshirganimda qiynalmasdan listening qismidan 8,5 olganman. Va men o'ylaymanki, listening qismidan birinchi urinishdayoq 8,5 olishimga subtitr bilan video ko'rishim katta yordam bergan. Chunki subtitr bilan video ko'rish mobaynida men qulog'imni ingliz tili eshitishga o'rgatganman. O'zimni miyamni ingliz tiliga moslashtirganman va undan tashqari har doim subtitr ichidan yangi so'zlar chiqsa, u so'zlarni yozib olib yodlar edim va bu orqali academic vocabulary'ni oshirganman. Shuning uchun ham agar bugun o'quvchilarim yoki internet orqali obunachilarim meni yonimga kelib yoki internet orqali mendan maslahat so'rashsa, qanday qilib IELTS listeningni oshirishim mumkin, 9 ga chiqishim mumkin deb maslahat bersa, men har doim ularga subtitr orqali video ko'rishni maslahat beraman va sizlarga ham bu narsani tavsiya qilaman. Chunki subtitr bilan video ko'rsangiz, siz nafaqat ingliz tilini tinglashga, uni talaffuzini tushirishga o'rganasiz, balkim subtitr ichida chiqadigan yangi so'zlarni o'rganasiz, u so'zlarni qanday talaffuz qilishni o'rganasiz, qanday gaplar ichida kelishini o'rganib borasiz.
Lekin siz onlayn kurs o'qishingiz shart emas. Buning uchun vaqtingizni yoki pulli onlayn kurs bo'lsa, pulingizni sarflashingiz shart emas. Sizga maslahatim, eng yaxshi yo'li videolarni subtitr orqali ko'rishni. YouTube platformasiga a'zo bo'ling va o'zingiz qiziqqan mavzuda inglizlar tomonidan tayyorlangan videolarni toping va ularni tomosha qiling. Hozir sizlarga aynan bitta YouTube kanalini, aynan ayrim YouTube kanallarni tavsiya qilmoqchi emasman, chunki hammaning qiziqishi har xil. Masalan, men academic writing, methodology, teaching kabi sohalarga qiziqqanim uchun aynan shu sohalarda ko'p video tomosha qilganman va men uchun qiziqarli bo'lgan bu jarayon. Siz boshqa sohaga qiziqishingiz mumkin. Kimdir masalan technologyga qiziqadi, kimdir carsga, kimdir sport. Everyone has different interests. O'zingizni qiziqishingizga qarab video topasiz. YouTube platformasida aynan u inglizlar tomonidan tayyorlangan bo'lishi kerak va uni subtitrlari bilan tomosha qilishingiz kerak. Va siz buni uzoq vaqt mobaynida amalga oshirsangiz, aytaylik 6 oy davomida subtitr bilan video ko'rsangiz, albatta sizni IELTS listening ballingiz yaxshi chiqadi. Lekin shunchaki video tomosha qilish bo'lmasligi kerak, chunki passiv tomosha qilish mumkin, shunchaki tomosha qilish mumkin, lekin uni subtitrni yoqib qo'yib, ichidagi yangi chiqqan so'zlarni tarjima qilib, so'zlarning talaffuzini, qanaqa ishlatilishini o'rganish bu umuman boshqa narsa. Siz shunchaki tomosha qilganingiz bilan, video ko'rganingiz bilan listeningiz oshib qolmaydi. Siz uni tushunib, unda nima gapirilyapti, nima aytilyapti, qanaqa so'zli iboralar ishlatilyapti, qanday talaffuz qilinyapti, mana shu jihatlarni ham o'rganib borishingiz kerak. Bu o'z-o'zidan meni ikkinchi maslahatimga olib boradi. Sizga bermoqchi bo'lgan ikkinchi maslahatim, lug'at boyligingizni oshiring. To'g'ri, bu juda ham oddiy, ko'p takrorlangan maslahat bo'lishi mumkin. Juda ham zo'r, qisqa vaqt ichida super natijaga olib keladigan maslahat ham emas, lekin IELTS imtihoni bu til imtihoni. Ular sizning lug'at boyligingizni tekshirishadi, chunki til so'zlardan iborat. Tilni so'zlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham siz har doim lug'at boyligingizni oshirib borishingiz kerak va bu juda ham nafaqat IELTS listening qismida, barcha IELTS qismlarida, reading, writing, speaking qismlarida katta yordam beradi. Lekin so'zni shunchaki tarjimasi bilan o'rganish mumkin yoki uni ingliz tilidagi izohi bilan o'rganish mumkin. Siz so'zni shunchaki ingliz tilidagi so'zni o'zbek tilidagi tarjimasi bilan o'rgansangiz, sizning ingliz tili bilimingiz oshib qolmaydi. Chunki ba'zi inglizcha so'zlarni o'zbekcha tarjimasi yo'q, o'zbekcha muqobil varianti yo'q. Yoki siz ularni o'zbekcha tarjimasi bilan o'rgansangiz, sizni miyangiz inglizcha fikrlamayapti. Siz miyangizni ingliz tilida fikr yuritishga, so'zlarni ingliz tilida tushunishga o'rgatmayapsiz. Siz shunchaki ingliz tilini o'zbek tili orqali o'rganyapsiz. Bu narsani maslahat bermayman. Meni sizga maslahatim, ingliz tilidagi so'zlarni ingliz tilidagi izohi bilan o'rganishingiz kerak. Chunki so'zlarni ingliz tilidagi izohi bilan o'rgansangiz, birinchi navbatda miyangiz ingliz tilini o'qishga va eshitishga moslashib boradi. Undan tashqari, izohlar ichida berilgan yangi so'zlarni yoki sinonim so'zlarni bir vaqtda o'rganib borasiz. Misol uchun, consider so'zini olaylik. Siz consider so'zini o'rganmoqchisiz. Consider so'zini shunchaki o'zbekcha tarjimasi bilan o'rgansangiz, masalan, hisoblamoq bo'ldi. Siz bu so'zni to'liq tushunmayapsiz. Endi uni inglizcha izohi bilan ko'raylik. Masalan, inglizcha izohi quyidagicha: to believe or to think that something is true. Ko'ryapsizmi? Siz consider so'zini inglizcha izohi bilan o'rgansangiz, nafaqat siz bu so'zni o'rganyapsiz, balki undan tashqari believe, think, true kabi so'zlarni ham o'rganyapsiz yoki bu so'zlarni allaqachon o'rgangan bo'lsangiz, ularni revise qilyapsiz, ya'ni takrorlayapsiz. Shuning uchun ham doim so'z o'rganing va ingliz tilidagi so'zlarni tarjimasi bilan emas, ingliz tilidagi izohlari bilan o'rganib boring. Keyingi berayotgan 3 ta maslahatim test ishlash texnikasiga bog'liq. Chunki IELTS imtihonidan yuqori ball olish ko'pincha ikkita narsaga bog'liq. Bu birinchidan sizning general English level, ya'ni umumiy ingliz tili darajangizga bog'liq. Umumiy ingliz tili darajangiz qancha yuqori bo'lsa, IELTS imtihonidan yuqori ball olish imkoniyatingiz ham shuncha katta bo'ladi. Lekin umumiy ingliz tilini yaxshi bilsangiz, IELTS imtihonidan yaxshi ball olib ketasiz degani emas. Bu imtihon, uni o'ziga yarasha istisnotlari bor, o'ziga yarasha usullari bor. Siz imtihonga qanday yondashish kerak, savollarni qanday ishlash kerak, qaysi savoldan boshlab ishlash kerak, savollarni qanday
bajarish kerak, shu kabi narsalarni ham o'rganib borishingiz kerak. Bu test ishlash texnikasi deb ataladi. Birinchi bergan ikkita maslahatim bu umumiy ingliz tilini oshirishga oid edi. Ya'ni video ko'rish va so'zlash sizni ingliz tili darajangizni oshirib boradi. Hozirgi 3ta maslahatim esa test ishlash texnikasiga oid. Xo'p, mening 3-maslahatim bu concentration, ya'ni e'tiborni kuchaytirish kerak. Diqqatni bir joyga jamlashni o'rganish kerak. Listening imtihonida audio sizga bir marta qo'yib beriladi. Ammo sizdan diqqat bilan muammoingiz bo'lsa, e'tiboringizni bir joyga jamlashga qiynalsangiz, siz ALTS imtihonini yaxshilashay olmaysiz. Ayniqsa listening qismida yaxshi ball ola olmaysiz. Chunki aytaylik, siz audioni tinglayapsiz, shu paytda fikringizni bir joyga jamlay olmadingiz, boshqa narsalarni o'ylashni boshladingiz, balkim qorningiz ochdi, ovqat haqida o'ylashni boshladingiz, balkim yaqin o'rtog'ingiz yoki oila a'zoyingiz bilan tortishib qolgandirsiz, o'sha tortishuv yodingizga tushib ketgandir. Bo'ldi, siz audioni kerakli joyini o'tkazib yubordingiz. Siz uni qayta tinglash yoki o'sha joyini qaytarish imkoniyati sizda yo'q. Degani siz savollarni o'tkazib yubordingiz. O'sha savollarga javob berish imkoniyatini qo'ldan chiqardingiz. Shuning uchun ham ALTS listening imtihonida juda ham muhim omillardan biri bu diqqatni bir joyga to'plashni o'rganish kerak. Imtihondan oldin o'zingizni tayyorlashingiz kerak. O'zingizni ruhan tayyorlang. Miyangizdagi barcha ortiqcha fikrlarni chiqarib tashlang. Kerak bo'lsa ularni o'chirib qo'ying va butun diqqat e'tiboringizni bir joyga to'plab, ALTS imtihoniga e'tiborni qaratishingiz kerak. Bu holat juda ham ko'p bo'ladi. Bu hatto ko'p o'quvchilar orasida takrorlanadi. Meni ham xuddi shunday o'quvchilarim bor. Ularni listeningga juda ham yaxshi aslida, eshitsa qiynalmasdan tushunadi. Lug'at boyligi ham juda ham yaxshi, lekin listeningga kirib kambag'al olib chiqishadi. Nima uchun? Ular imtihon payti diqqatini bir joyga to'play olmaydi. Shuning uchun ham siz ALTS listening imtihonidan oldin balkim meditatsiya qilishingiz kerakdir, balkim diqqatingizni bir joyga to'plash uchun qanaqadir mashqlar yoki mashg'ulotlar o'tkazishingiz kerakdir va bu narsa sizga juda ham yordam beradi. Agar diqqatingizni bir joyga to'play olmasangiz, ALTS listening imtihonidan yuqori ball olishingiz amri mahol. Keyingi maslahatim, ya'ni 4-maslahatim bu prediction, ya'ni savollarni oldindan bashorat qilish. Bu maslahat ALTS o'qituvchilari tomonidan juda ham ko'p beriladi. Bu yangi maslahat emas, lekin juda ham foydali. Har bitta o'quvchi bu narsani bilishi kerak. ALTS topshirgan o'quvchi savollarni oldindan bashorat qilishni, savollarni o'qib, aynan qanday javoblar berilishi mumkinligini oldindan o'ylab ko'rish kerak, taxmin qilib ko'rish kerak. Bu narsa birinchi navbatda miyangizga yordam beradi. Sizning miyangiz oldindan qanday ma'lumotlar eshitish kerakligini, qanday ma'lumotlarni eshitishga tayyor bo'lish kerakligini o'rgana boshlaydi bu jarayon davomida. Masalan, olaylik, siz savollarni ishlayapsiz, savollarni, gap feeling savollarni o'qiyapsiz. O'sha savollarni o'qiyotganda o'zingizdan so'rashingiz kerak. Qanday so'z yozishim kerak men? Ot so'z turkumiga tegishlimi? Fe'l so'z turkumiga tegishlimi? Agar bu ot so'z turkumiga oid bo'lsa, narsani nomini yozishingiz kerakmi? Hayvonning nomini, joy nomini yoki kasb nomini yozishingiz kerakmi? Bu narsa javoblarni oldindan taxmin qilish sizning miyangizga berilgan audiodagi axborotni filtr qilishga yordam beradi. Chunki audiodagi hamma ma'lumot siz uchun foydali emas, siz uchun kerakli emas. Katta qismi keraksiz, aynan qaysidir qismi javob berish uchun kerakli. Aynan kerakli ma'lumotni keraksizdan ajratish uchun siz audioni tinglashdan oldin hamma listening savollarini o'qib chiqishingiz kerak. Aynan qanday ma'lumot topishingiz kerak, aynan sizdan audiodan nimani topish kerakligi so'ralyapti. Mana shu narsalarni aniqlab olishingiz kerak. Bu narsa sizga juda ham yordam beradi, juda ham qo'l keladi. Keyingi va so'nggi maslahatim bu ko'p takrorlanadigan xatolar, common mistakes'dan qochish kerak. 6 yildan ko'proq muddatda ALTS imtihoniga o'quvchilarni tayyorlab shunga amin bo'ldimki, o'quvchilar juda ko'p hollarda bir xil xatolar qilishadi. Ularning xatolari takrorlanadi. Shuning uchun ham o'sha xatolarni nimaligini topib olganman va ularni har doim o'quvchilarimga o'rgatishga harakat qilaman. Mana shu xatolardan qochish kerakligi, o'sha xatolarni iloji boricha qilmaslik kerakligini qayta-qayta ularga uqtiraman. Masalan, eng ko'p qilinayotgan xatolardan biri bu savolni to'liq o'qimaslik. O'quvchilarimga qayta-qayta savolni yaxshilab o'qinglar deb ALTS audiosini qo'yib berishdan oldin aytsam ham,
shoshishadi, audioni eshitishga shoshishadi va savollarni yaxshi o'qishmaydi. Natijada juda ham oddiy sodda xatolar qilishadi. Misol uchun, aytaylik siz IELTS listeningda section 1 ni tinglayapsiz, birinchi qismni va unda quyidagicha savol berilgan. Method of payment, ya'ni to'lov usuli. Va o'sha to'lov usuli degan joyda kichkinagina qilib credit card yozilgan bo'ladi. Atayin kichkina qilib yoziladi, sizni chalg'itish uchun. O'quvchilar shoshadi, method of payment ko'radida, credit card e'tibor bermaydi. Bo'ldi, qanday to'lov usulini topishim kerak ekan deb aytishadi, keyin savolga o'tib ketishadi. Va audioni tinglayotgan paytda credit card so'zini eshitib, credit card so'zini yozib qo'yishadi. Bu xato. Nima uchun? Siz allaqachon javobda berilgan javobni yozib qo'ydingiz. Allaqachon berilgan ma'lumotni qayta yozib qo'ydingiz. Credit card yozilgan. Credit card so'zini o'rniga aynan credit cardning qaysi turi kerakligini yozishingiz kerak. Credit kartochkaning har xil turlari bo'ladi. Qaysi turi orqali to'lov qilish mumkinligini yozishingiz kerak. Shunda to'g'ri javob topgan bo'lasiz. Ko'raysizmi? Oddiy xato. Bu xato nimadan kelib chiqyapti? Savolni diqqat bilan o'qimagansiz. Yana bitta misol beray. Aytaylik, section 4 eng oxirgi qismini ishlayapsiz listeningda va unda quyidagicha savol berilgan. Savolni soddalashtiraman tushunarli bo'lish uchun. They can store and water. Mana shu gap berilgan. O'rganuvchilar savolni diqqat bilan o'qishmaydi. Water so'zini kalsiz qilib belgilab qo'yishadi. Bo'ldi, waterdan topib olaman deb o'ylashadi. Va audioni tinglayotgan paytda audioni ichida keep water deb ketadi va keep so'zini waterni oldin aytdik-ku, bo'ldi, demak keep to'g'ri bo'ladi deb keep so'zini yozishadi. Xato. Nima uchun? Chunki keep so'zini sinonimi javobda turibdi. Store so'zi keep so'zi bilan sinonim. Siz 2 marta berilgan javob takrorlab qo'ydingiz. Ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, ular suvni saqlashadi va saqlashadi deb yozib qo'ydingiz ingliz tilida. Chunki store va keep so'zi bir-biriga sinonim va ikkalasi ham saqlamoq degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham savolni diqqat bilan o'qish kerak. Qanday javoblar oldindan berilgan, mana shu narsalarni analiz qilish muhim hisoblanadi. Yoki yana bitta keng tarqalgan xatolardan biri bu spelling, ya'ni imlo xatolari. Masalan, o'rganuvchilar audiodan fountain so'zini eshitishdi, javob fountain ekanligini bilishadi, lekin fountain so'zini yozishni bilishmaydi. O'zlaricha fountain deb yozib qo'yishadi. Hatto uni qanday yozishni bilishmaydi. Eslab qoling, IELTS listening imtihonida siz so'zni imloviy xatolar bilan yozsangiz, sizga ball berilmaydi. Siz so'zni qanday to'g'ri yozishni, uni spellingini bilishingiz kerak. O'shandagina shu javob uchun 1 ball qo'lga kirita olasiz. Bu men bermoqchi bo'lgan eng so'nggi maslahat edi. Bundan tashqari ko'plab maslahatlar yoki o'quvchilar orasida ko'p uchraydigan xatolar mavjud. Ular haqida kelgusi videolarda gapirib boraman. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki kelajakdagi videolarimda bundan-da qiziqroq mavzularda gapirib borishga harakat qilaman. Va shuningdek, like va notification bell, ya'ni qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kommentlarda fikringizni qoldiring va ularga iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Siz bilan kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.